Assalomu alaykum Metan Propan uz obunachilari. Bugun 8-iyul kuniga Metan Propan Sirdaryo Gulistondan narx-navolarni 10 turini tushuntirib o'tamiz. Videomiz manzur bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Har kuni xudo xolisa video qo'yishga harakat qilamiz. Tak. O'rtoqlar, assalomu alaykum yana bir bor Metan Propan uz obunachilari. Bunga olib qolgan mashinalarimizdan Metan Propan ustanovkalar narxini to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Tak, bu yoqda Shinalay mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizga ikkita 100 litrlik gaz balon, metan gaz balon o'rnatib beryapmiz. Ko'rsatish mumkin joylashishlarini pol teshmasdan sharqiy sistema krayniklari bilan 100 talik uzun balon bilan ustanovka qilib beryapmiz. Ikkita, bu tarafiga bitta qo'ltig'iga bitta 100 talik gaz balon tushadi. Narigi tarafini bakini perdelka qilamizda yana bitta xuddi shunaqa gaz balon o'rnatib beramiz. 4-pokoleniya full komplektda bu mashinamizga hozirgi kunda skidkadagi narxi 8.400.000 so'mga ustanovka qilib beryapmiz. Tak, bu yoqda 10x olib qolganmiz, 10x mashinalari 4 dona 10x olib qolganmiz. Bu mashinamiz hammasiga bir xil komplekt tushyapti. Full komplektda Stag 200 Gofas miya bilan, X original diktorlari bilan zapravkalarimiz Euro, Adax visokoskоростной farsunkalar bilan qo'yib beryapmiz. Bu mashinamizga ustanovkamizda hozirgi kunga skidkadagi narxi 4.900.000 so'mdan qilib beryapmiz. 90 litrlik metan ustanovkamizning narxi. Bu yoqda ham mana ishlar bitib qolgan 10ximiz. Xuddi o'sha komplektda Adax farsunka, X reduktor zapravkalarimiz Euro bo'lgan Stag 200 bilan qo'yib berganmiz. Balonlarimiz 2026 bo'ladi. 15 yil balonga kafolati bor. Ispaniyalarni 3 yillik qilib beramiz. Zapchastlariga 1 yillik kafolati bor. Hozir to'xtab tur do'stim. Hayda o'tding. Bak perdelka qildirgan ketyapti bu mashinamizda. Tak, bu yoqda xuddi o'sha 4 ta 10x deganimiz, yana 2 ta 10x ga xuddi o'sha komplekt qo'yilyapti. Eslatib o'tamiz, 90 litrli gaz balon joylashadi. 90 litrli gaz balonni akkuratli holatda ustanovka qilib beramiz. Bagajda ham anchagina joy qoladi. Sharqiy sistema kraynik. Tak, buni tushuntirdik. Bu yoqda yana bitta Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 4-pokoleniya MCM Cobalt ekan. Propan qo'yilyaptimi? Propan ustanovka. Zapaskani joyiga qo'ydiryapsizmi? Necha pulga qo'ydiryapsiz? 3 million so'm. Stag 200 Gofas miya qo'yilyapti. Nordic AT09 qo'yilyapti. Italyanskiy reduktor. Adax visokoskоростной farsunkalar bilan ustanovka qilib beryapmiz. Mashinamizga 47 litrlik hozirgi kunga skidkadagi narxi 3 million so'mga ustanovka bo'lyapti. Tak, bu yoqda yana bitta Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga metan ustanovka bo'lyapti, aka. Metan ustanovka beryapmiz. Stag 200 Gofas miya qo'yilyapti. Reyli komlik bezdoshli farsunka qo'yilyapti. X original reduktorlar bilan ustanovka beryapmiz. Zapravkalarimiz Euro bo'ladi, oldiga joylashadi. Orqa qismiga 90 litrlik bekor balon bilan ustanovka qilib berdik. 15 yil kafolati bor. 2026 balon qo'yiladi. 2041-yilgacha ishlatiladi. Krayniklarimiz o'sha originali, sharqiy sistema kraynik. Avvalnoy chaynalar bilan foydalanganmiz. Lentalariga polностью rezinka qo'yib, akkuratli holatda qo'yib beryapmiz. Bu yoqda yana bitta 10x mashinasi. Bu mashinamizga ham metan ustanovka bo'ldi. Почти tayyor bo'ldi bu mashinamiz xudo xolisa. Boyagi komplektdan. X reduktor zapravkalarimiz Euro. Bu mashinamiz 4.900.000 so'mga tushyapti. Bu 4 ta 10ximiz bitta joydan kelgan. 4.900.000 so'mdan skidkadagi narxi. Krayniklarimiz ham original bo'ladi, sharqiy sistema kraynik. Maza desa hamma ustalar ham tushunadi. Yarim oborot ochiladi, yarim oborot yopiladi. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Tak. O'zida shtrix kodlari bilan keladi. Ko'rsatib qo'ying-da shtrix kodlarini. 2026-oy ishlab chiqarilgan. 15 yil. Shunda 2041-yilgacha ishlatiladi. Joyiga yopishtirib qo'ying. Tak, zapchastlardan bitta ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlar, hamma turdagi zapchastlar mavjud bizda. Xitoy deysizlarmi, turetskimi, italyanskimi, polskimi, hamma zapchastlardan bor. Xudo xolisa aksiyalar e'lon qilganmiz. Obuna bo'lib kelganlarga alohida shumkalarni ham bonus qilib beryapmiz. O'rtoqlar, qo'ldan kelguncha shu yerda bor mashinalarni obzor qilib berib, narx-navosi, zapchastlari bo'yicha tanishtiryapmiz. Agarda siz
qanaqadir mashinaga gaz qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada mashinani nomini qoldirsangiz, o'shanga qarab biz ham mashinasiga qarab polностью tushuntirib, narx-navolar bo'yicha tushuncha berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin yana bir bor. Gaz ballonlarimizni ham bitta ko'rsataylik endi. O'rtoqlar, xohlagan turdagi mashinalarga, ya'ni motori bor mashinalarga ustanovka qilib beraveramiz. Metan, propan, optim gaz ballon so'raganlarga ham viloyatga dastavkalarimiz bor, o'zimizda texnikalar bor, yetkazib beramiz ulgurji narxlarda. 35 litrlikdan boshlab 89 litrgacha, 130 talikgacha propan ballonlarimiz bor, zapaskasini joyiga yoki kolbasli ballonlar. Xohlagan turdagi zapchastlar mavjud. Xitoy, Polsha, Italiya. O'rtoqlar, kimga nimanidir tushunmagan bo'lsalaringiz, savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaringiz yoki kommentariyani o'zida javob beramiz yoki keyingi videolarda yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosing, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bundan ham manfaatli videolar qilishga harakat qilamiz. Bitta nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin.